Assalomu alaykum azizlar. Bugun men sizlarga qora tuynuklar to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Qora tuynuklar koinotda o'z o'rniga ega. Har qanday galaktikalar shakllanishida ham o'zining o'rni bor qora tuynuklarning. Qora tuynuklarsiz koinot tasavvur qilib bo'lmaydi. Masalan, inson biron bir tana a'zosiz yashay olmagandek, qora tuynuklarsiz ham koinotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Qora tuynuklar juda katta gravitatsiyaga ega bo'lgan, materiyani siqilgan materiyadan tashkil topgan bir koinot jismi hisoblanadi. Juda katta og'irlikka ega bo'lgan. Tasavvur qilinglar, shu kattalikdagi bo'lagini oladigan bo'lsak, qora tuynukni 3 ta Misr piramidasini og'irligiga teng shu bo'lagi. Qora tuynuklarga yaqinlashgan sayimiz bu yerda vaqt to'xtab qolganini ko'ramiz. Bu yerda masalan bir kun bo'lib kelgan, yerga qaytgan inson yerda 100 yil yoki 200 yil o'tib ketganini sezishi mumkin bo'ladi. Qora tuynuklar yo'lida duch kelgan har qanday narsani parchalab tashlash quvvatiga ega. Har qanday yulduz bo'ladimi, quyosh bo'ladimi, hammasini parchalab tashlaydi. Undan hech qanday narsalar, jismlar qochib qutula olmaydi. Hattoki yorug'lik fotonlarni ham o'z domiga tortadi. U yerga masalan yaqinlashgan sayi xuddi spagetti kabi inson ham cho'zilib qora tuynuk domiga kirib ketishi mumkin bo'ladi.